Assalomu alaykum. Bugun bitta haydakka ko'rdik. Bitta konditsionerlari qishga rejimga o'tmayapti. O'sh konditsioner hozir shu ishga chiqib tekshiramiz. O'sh konditsioner ekan, yo'qsa haqiqatda klapan переключать qilmayapti. Hozir tekshiramiz endi shuni. Sekin kelyapmiz. Hop, konditsionerimiz qopqon. Yapız. Bir bitta platadan nimaga ulanmagan o'shani tekshiramiz. Klapannikini. Ko'p ochib oldik. Vроде бы aybini topgan deb o'ylayapmiz. Mana hozir qani dersalaringiz, 4 ходовой klapan mana shu. Undan ko'ksimda nima kelib, ko'ksim kelib, mana bu yerda shteker. Shtekerimiz ditcha chiqib yotibdi mana shu yerda. Ya'ni buni qisib baylashganda chiqib ketgan. Pitaniya platadan pitaniya kelmayapti unga. Hozir endi buni yaxshilab yechib turib, ishlab ulab tekshiramiz. Xudo xolasa ishlab ketishi mumkin. Xo'p, nimani yechib tashlashimizga o'zi ajrab chiqib ketib qoldi. Mana shu 4 ходовой klapandan kelayotgan shteker. Biz unga yaxshilab ulab qatirishimiz kerak. Biz mana 4 ходовой klapan keladigan. Pitaniya mana 4 ходовой ketadigan. Hozir buni ulaymiz yaxshilab. Bu mana shu holatda ulandi. Yaxshilab izolyatsiya qilib qo'yamiz. Hozir tekshirib olamiz. Hozir sherigimizga aytdik, yoqishyapti. Tak, ishladi. Hozir sekin tekshirib olamiz. Bu konditsionerimiz shu markalik. Xo'p, konditsionerimiz shu bilan ishladi. Mana o'zi qizdirishni boshladi. Padacha obratkalar chiqsa. Endi biz buni izolyatsiya qilib, yaxshilab o'rab, yana qatirib qo'yamiz. Shu bilan ozcha ishlayapti. Mana yaxshilab izolyatsiya qilib, mana qolgan shtekerchalarni ham bir qator tekshirib qo'yamiz. Hammasi joyiga yig'ib. Xo'p, xudo xolasa, ishimiz bitdi. Mana bo'ldi, sho'ramiz. Qizib oldik. Ishlayapti. Iskamni qator tekshirib qo'yamiz. Mana o'sha konditsionerimiz уже ishlayapti. Ishlashlari zo'r уже. Savolingiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.